Bolajonlar, sizlar bilan hozir matematik bilimlaringizni mustahkamlovchi, mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi, diqqat va idroklaringiz faoliyatini oshiruvchi matematik surat deb nomlangan psixologik mashqimizni boshlaymiz. Birlar, o'nlar, yuzlar qoidasiga amal qilamiz. 7 ta banan yuzlikda turibdi, 6 ta qovun o'nlikda turibdi va 2 ta qovun birlikda turibdi. Necha bo'ladi bu? 762. Doskadagi mana shu amalni, mana shu ko'rsatilgan amalni mana bu suratlar orqali ifodalab ko'rsatishimiz kerak. Demak, Mironshoh, tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Minus 476 262 ga teng. Biz bu matematik misolni suratlarda ifodaladik. Ikkinchi misolimizni suratlarda ifodalaymiz. Madina, marhamat. Chiqamiz va suratlarda ifodalaymiz. Demak, 689 minus 367. Rasmda ifodalash uchun birlik, o'nlik, yuzlik qoidasiga amal qildik. Birlikda turibdi 9, 9 ta olmani rasmi shu uchun. O'nlikda turibdi 8, bu yerda 8 ta o'nlik yozilgan nokni rasmi va 6 yuzlikda turibdi. Demak, 6 ta yuzlikda turgan bananni rasmi. Bu yerda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun bu mashqimizni bajardik. Ishtiroklaringiz uchun rahmat. Doimo kelib turinglar. Siz bilan bunday mashqlarni sizning talablaringizga binoan men siz istagan paytda o'tkazib bera olaman. Savollar bormi? Yo'q. Rahmat, sog' bo'ling.